Hammangizga to'g'risini aytaman. Dam olish kuni kasalxonaga boraman deb o'lib turganim yo'q edi. To'g'rirog'i dushanba. Mayli, kechqurun baribir ham. Shunga hammasini tez hal qilib uyga borishni rejalashtirdim. Lekin har doimgidek navbatchi shifokor o'z joyida emas edi. Va mendan iltimos qilib 5 minut o'tirishni so'rashdi. Qanaqa 5 minut, yarim soat bo'ldi. Eng qo'rqinchli, dahshatli 30 minut. Men xuddi do'zaxda bo'lgandek bo'ldim. Xuddi do'zax teatrida eng qo'rqinchli pyesani ko'rayotganga o'xshardim. Shunchalik qo'rqqanimdan navbatchi doktor kelganini ham sezmay qoldim.